Voy, mashg'ulotni уже travertin qilib bo'ladimi domlan? Hozirgi holatda почти 95% domla shunaqa holatda bo'lyapti. Buni ustidan bazalit yopishtirib, keyin travertin qilinyapti. Bu yerga bazalit yopishtirilgan hozir. Shu ko'rib turgan joyimizga ham polni bazalit yopishtirib, keyin ustidan travertin xizmatimiz bo'lyapti. Hozir oldi tomonga o'tganimizda bazalit jarayonlari ketyapti. Erta ham bemalol ko'rsak bo'ladi. Bitta ko'raylik. Bu oldi tomonimiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yoq tarafidan bitirib qo'yamiz. Bazalitlarni yopishtirib, ustidan kaflinliklarimiz o'tiladi. Keyin ustidan travertin mahsulotlarimiz o'tiladi. Mana shu bazalit yil davomida chirib ketadigan narsa emas. Yo'q, unaqa narsa emas. Bu o'zi hozirgi paytda o'zi prezidentimiz qonunlarni chiqarib qo'yganlar, utsiplit maqsadida juda ham foydasi katta. Men o'ylashimcha 1-2 yil oralig'ida menimcha hamma uchastkalar ham shunaqa bazalit anaqasiga o'tib ketish ehtimoli bor lekin. Demak, uchastka ham kichkina uchastkalar ham qilsa, ancha foydasi bor ekan deb o'ylaysan, to'g'rimi? Ancha foydasi bor. Birato'la fasadingiz bitida bitib ketadi-da. Misol deylik, mana shunaqa pena blokda turgan bo'lsa, pena blokdan bazalit yopishtirib, ustidan travertin mahsulotlarimizni qilib keta olamiz. Zo'r lekin men ko'rdim, afshi chiroyli dizaynda qilingan ekan. Bolalar mehnatiga alohida bitta like bosib qo'ysa, kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Har doim sizlarning fikringlar bizga qiziq bo'lgan.